Assalomu alaykum doktor, yaxshimisiz? Bemor keling. Assalomu alaykum. Nima edi? Dafaminim oshib ketishi desangiz. Yomon bo'libdi. Farzandim, siz menga tavsiya qilganda shu yaxshi doktor-dek. Gormonlar buzilishi kuzatilyapti sizdan. Ha, shuni maqsam bo'ladi. Iloji bor, davolaymiz. Jaqin kechmaydimi? Kerakli tavsiyalarni aytaman sizga. Laboratoriyaga borishim kerakmi? Mana bir-biriga to'g'ri kelmayapti mutlaqo. Nimaga? Dofamin va laboratoriya. Palataga yotsamikin deyman. Qo'ysangizchi, palatada yotadigan ahvolda emassiz. Rahim keladimi shu ba'zi odamlar menga shu kunlarda beto'g'ri bo'lib ketishyapti-da. Sizda stress kuzatilyapti. Nima edikin? Sendan keyin qazab, heymi? Ha, adashimiz. Tonometringizni olib kelsangiz shu dalilni bir o'chardingizda. Uyqu buzilishi kutilyapti sizda. Vaziyatga qarab o'zgarib turadi, to'g'ri. Xarakteringiz o'zgaruvchan. Yesam yaxshi bo'lib ketaman aka. Zakovatga borsangiz bo'ladi bu aqlingiz bilan. O'lib qolaman bu kasallik bilan. G'irt aqlli bemorlar Shu desangiz shoshilib pul uyga qo'yib ketibsiz-da. chopib turib uyga pulni olib keling. Menga olib kelsam yetadimi? Vau! Men sizni bunday vaziyatda bir umr kutishga roziman. Tugadi.